O'zimda ham bo'yin grejasi bor shekilli. Bo'yin grejasi va uni klinik belgilari. Bo'yin grejasi odatda ko'proq shu ofisda o'tirib ishlaydigan odamlarda bir xil ekranga qarab qoladigan va hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketdi. Mana bu telefonlardan noto'g'ri foydalanish hisobiga faqatgina pastga qarab o'tirib bo'yinga doimiy nagruzka, ya'ni kuchlanishni ko'paytirib olgandan bo'ladi va qaltis sport mahsulotlari paytida, masalan, boshda turish uchun oyoqlarni ko'tarib turgan paytda, juda ham kuchli nagruzka tushgan paytida turli xil sabablardan kelib chiqishi mumkin. Buni belgilari quyidagicha namoyon bo'ladi. Agar greja chiqqani sentralniy emas, yon tomonlama chiqadigan bo'lsa, bir tomonlama chiqqan grejalar o'sha chap tomonda chiqqan bo'lsa, chap tomon yelkaga, orqa tomonlarga, ba'zan oldi tomonga, yurak sohalarigacha ham berishi mumkin bo'ladi. Ba'zan qo'lni o'zida berib turib pastgacha tushadi, tirsakgacha, ba'zan barmoqlarning uchigacha og'riq va uyushishlar bilan kechishi mumkin. Agar greja katta bo'ladigan bo'lsa va uzoq muddatli og'rib kelayotgan bo'lsa, qo'lda kuchsizliklar ham paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar bo'yin grejasi ikki tomonlama ham, ikkita qo'lga ham va oyoqlarga ham beradigan bo'lsa, unda ko'pincha holatlarda greja sentralniy chiqqan va ikkita foraminalniy chiqib ketuvchi nervlarni ham ezgan holatlari ham kuzatiladi. Bu holatda oyoqdagi kuchsizlik ham paydo bo'ladi va yurishdagi balansni buzilishlari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Buni aniqlashimiz uchun asosan bizga kerak bo'ladigan tekshiruv bu MRT tekshiruvi, ya'ni magnitli rezonansli tomografiya hisoblanadi va o'sha MRT tekshiruv natijasiga qarab turib doktor o'zi davo choralarini tavsiya qiladi.